Props drilling hamda kontekstni biroz o'rganib bo'lganimizdan so'ng, ana endi amaliyot qismiga ham o'tsak bo'ladi. Kodlarimizni amaliyot uchun moslashtirish maqsadida komponentlarni o'chiraman. Bu yerdan delete qilamiz. App.css ni ham delete qilamiz. App.jsx ni tozalab, React Functional Component Export qilib boshlang'ich app komponentini bo'm-bo'sh holatda yasab olamiz. Main.jsdagi strict mode ni ham o'chiramiz. Bu konsolni 2 marta ishlatib yuboradi. Bu yerda ham importni o'chirib tozalab olamiz. Bu biroz sizda boshqacharoq chiqishi ehtimoli bor. Muhimi siz mana shu appni strict mode ga o'ralgan holatidan olib chiqsangiz bo'lgani. Endi main.jsni x qilib, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz terminalni ochgan holatda yangi terminal ochamizda bu yerda npm install react router dom o'rnatib olamiz. React router domni siz ko'rayotgan paytda boshqacharoq versiyasi bo'lishi mumkin. Hozir men React router domni o'rnatyapman va mana bu package.json ga o'tadigan bo'lsam, React router domni 7.4 versiyasi ekan. Ana endi agarda siz React router domni aynan shu versiyasini o'rnatadigan bo'lsangiz va siz o'rnatgan versiyada turli xil xatoliklar kelib chiqqan bo'lsa, unda bu yerda kuchukcha qo'yasiz va 7.4 deb enterni bossangiz, aynan mana shu man o'rnatgan paytdagi versiyasiga qaytasiz va bizning kodlarimiz bir xil ishlashni boshlaydi. Undan tashqari men React iconsni ham o'rnatib olaman. Bizga kichik bir ikkita iconlar kerak bo'ladi. Demak, npm install react icons. Bu saytdan xabari yo'qlar uchun eslatib o'taman. React icons saytini. Bu saytda React.js uchun ko'plab kutubxonalarning ikonlari yig'ilgan. Misol uchun sizga Font Awesome'ning 5-versiyasidagi tekin ikonlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu yerdan olib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni React icons/Font Awesome va bu yerda icon nomi. Icon nomi esa mana bular hisoblanadi. Mana shu har biri icon nomi hisoblanadi mana shular. Icon ustiga bosganingizda mana bu yerda qanday qilib import qilish va qanday qilib ishlatish ko'rsatilyapti. Xo'sh, endi biz React router dom va React iconsni o'rnatib oldik. Juda soz va bu yerda o'chiraman. Mabodo sizda plusni bosganingizda PowerShell chiqsa-yu va PowerShell ishlamasa, unda mana bu yerdagi Git 5 ni ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Git 5 da hammasi joyida ishlaydi, xudo xolasa, va endi buni o'chirib, buni ham X qilamiz va index.css ga mana bu berilgan stillarimizni tozalab, React Context bo'limidan, ya'ni meni Ahror Soliyev GitHub akkauntida React Context repozitoriyasini ichida lesson 4 bor, ya'ni boshida aytganimdek, mana shu yerdan darslarni tanlab olsa bo'ladi va 4-dars ichidagi source papkasini ichidan biz index.css ni topamiz va uni kopiya qilib mana bu index.css ga joylab olamiz. Bizda saytimiz uchun kerakli bo'lgan barcha klasslar mana shu yerda yozilgan. Bundan chiqamiz va endi React router domda o'rnatganimizdan so'ng bizga albatta layout kerak bo'ladi. Va biz layoutni ixtiyoriy nom bilan nomlashimiz mumkin. Men hozircha main layout nomi bilan nomlab olaman. Va birinchi navbatda bu yerda import bo'ladi outlet va bu yerda biz React Functional Component Export qilib main layout funksiyasini yasab olamiz va bu yerda endi main tagini yozib, uni ichiga outletni joylashtiramiz. Main tagini tepasida va pastida albatta bizga kerakli bo'lgan navbar va footerlar bo'ladi. Keling, navbar va footerni mana bu yerda ochib olaman. Demak, bu yerda navbar JSX React Functional Component Export. Ko'pchilik navbarni ochadida ichiga hech narsa yozmaydi. Ichida albatta mana bu funksiya yozilgan bo'lishi kerak. Shunda navbarni import va export qilish holatlari to'g'ri ishlaydi. Aniqrog'i import qilganingizda to'g'ri ishlaydi. Va bu yerda footer ochamiz. React Functional Component Export, okay. Va endi footer va navbarni mana shu main layoutni tepasiga va pastiga chaqirib qo'yamiz. Returndan keyin faqat bitta narsa return qilish mumkin bo'lgani uchun biz bu yerda fragmentdan foydalanamiz va tepada birinchi navbatda navbarni chaqiraman va bu yerda esa footerni chaqiraman. Ana endi komponentlar keldi. Footer komponenti kelmadi. Mana bu yerda auto complete bor. Bizda olib kelib beradi. Yaxshi, biz navbar va footerni
joyladik. Endi bizga bundan tashqari yana pages, ya'ni sahifalar kerak bo'ladi. Biz birinchi navbatda home page ochamiz, React Functional Component Export mana, va undan tashqari contact page ochamiz. Okay. Demak bizda home page hamda contact page tayyor va endi bularni barchasini app.js da ishlatishimiz kerak. App.js da birinchi navbatda biz React Router DOMdan import qilamiz. Create browser router hamda router providerni. Bizda mana bu returnda router provider bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerga router provider yozib qo'yaman. Router provider. Router provider ichida router nomli propertysi bo'ladi va biz mana bu yerda bitta o'zgaruvchi ochamiz. Routes degan nomi ixtiyoriy va unga create browser routerni tenglab mana shu yerda biz buni berib qo'yamiz. Mana endi bizda to'liq holat paydo bo'ldi va create browser router bizda array oladi va array ichidagi har bir object bitta sahifa, ya'ni bitta path hisoblanadi. Biz birinchi pathimizga home page, ya'ni slashni beramiz va bunga element sifatida main layoutni beramiz. Siz React Router DOMni bu usulidan foydalanmasligingiz mumkin va React darslarimizda aynan mana shu usul va boshqa React Router DOMni boshqa usullari bilan taqqoslab 5-6 versiya va 6-versiyasini aynan mana shu object usuli bilan birin-ketin tushuntirib o'tganman. Bu usulda ishlatishga qiynalsangiz, ana shu darslarga qaytib, tushunib olib va yana bu darslarga qaytishingiz mumkin. Men o'ng tomonda uni chiqarib qo'yaman. Endi biz main layout ichida children ochamiz va children array bo'ladi va har bir children ichidagi mana shu object main layout ichidan o'tadi. Ya'ni mana bu aytaylik biz bu yerda index true deb turib, elementiga home ni beradigan bo'lsam, home tepadan auto import bo'ldi. Mana home ni beradigan bo'lsam, biz home sahifasiga kirganimizda u mana shu outletga joylashadi va outletga joylashganida biz navbar va footerni uni tepasi va pastida ko'rishimiz mumkin. Va boshqa barcha sahifalar ham mana shu children sifatida main layout ichidan o'tganligi uchun ularda footer hamda header mavjud bo'ladi. Endi bu yerda yana biz path yozamiz va pathga misol uchun contact deymiz va contact deganimizda u contact page'iga o'tishi kerak bo'ladi. Elementga esa aynan contact page'ini chaqiramiz va chaqirib bo'ldik. Endi bizda app-dagi ishlar tugadi, ya'ni pathga borganda birinchi home page va siz yana contact page'iga o'tishingiz ham mumkin bo'ladi. Loyiha ishga tushgan, u hozir ishlayapti va buni ko'rish uchun mana bu yerga o'tamiz, sahifani yangilaymiz. Bizda navbar, home va footer bor. Sticky footer yasab qo'yganman. Bularni barchasi CSS dan mujassam. Bu darsimiz CSS ga oid bo'lmaganligi uchun men CSS ga unchalik ham to'xtalmayapman. Siz bu yerga o'tib klasslarini va umuman nimalar berilganligini ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi keling birinchi navbatda ishimizni navbardan boshlaymiz. Navbarda sahifalarga o'tish qismi bo'lganligi uchun bizga albatta React Router DOMdan link kerak bo'ladi. Linkdan tashqari bizga nowlink ham kerak bo'ladi. Nowlink va linkning farqi, linkda active klassi qo'shilmaydi, nowlinkda esa qaysi sahifaga o'tsangiz, aynan ana shu o'tgan sahifangiz uchun active klassi React Router DOM tomonidan ana shu linkka, ya'ni a tagiga qo'shib beriladi. Biz bu elementni headerga almashtiramiz va buni ichida endi biz div ochamiz va unga container klassini beramiz. Container klassi ma'lumotlarimizni markazga ixchamlashtirib qo'yib beradi. Va h2 ichida biz ana endi linkni ishlatamiz. Linkda to bo'ladi va biz to da albatta home ga, ya'ni home page ga slashga olib borishni aytamiz. Va uni ichidagi tekst esa context store bo'ladi. Ya'ni bu loyihamizning nomi. O'tadigan bo'lsa, mana bizda context store bor va buni bossangiz home page ga o'tishi mana link sifatida berilgan. Endi h2 dan tashqarida biz now elementini ochamiz va now elementining ichida ikkita now link bo'ladi. Ikkita now link va bu birinchisi bizda home page ga olib boradi. Biz bu yerda home beramiz. Ikkinchisida esa bu contact page ga olib boradi va biz bu yerga contact deymiz. Ichkariga ham contact deyishimiz kerak bo'ladi. Ana va natijani ko'radigan bo'lsak, mana contact o'tsa contact orange bo'layapti, home ga o'tsa home orange bo'layapti. Sababi o'sha aytilganidek bizda active klassi qo'shilyapti. Mana bundan olib bunga qo'shdi va bunga qaytadigan bo'lsak home ga qo'shildi. Va aynan active klassiga biz color orange red berib qo'yganmiz CSS orqali. Demak, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman.
va nowdan tashqarida ana endi biz aynan nowni ichida va nowni o'sha navlinklardan tashqarida div ochamiz va unga header card deb nom qo'yamiz va buni ichida biz font awesomedan, ya'ni biz React Icons kutubxonasidagi font awesomedan shopping kartni olib kelamiz va tepada mana React Router React Iconsdan font awesomedan u keldi. Bizda mana bu hisoblanadi bu va endi uni indikatori bo'ladi, ya'ni nechta mahsulot qo'shildi va qo'shilmaganligi haqida span, ya'ni header card indikator. Misol uchun 6 ta mahsulot deymiz va buni ko'radigan bo'lsak, bizda 6 ta mahsulot chiqyapti. Ha, bu teparoqqa chiqib ketdi. Xo'p, sababini ko'radigan bo'lsak, biz bu yerda header deb yozib qo'ydik. U header bo'lishi kerak. Ups, mana bu yerda header to'g'ri yozib qo'yamiz. Bo'ldi va natijani ko'radigan bo'lsak, CSS to'g'ri ishlashni boshladi va bizda mana 6 ta mahsulot kartda borligini ko'rsatuvchi icon vujudga keldi. Xo'sh, bu holat uchun, ya'ni hozirgi holatimiz uchun navbar bo'ladi. Endi biz footerga o'tamiz. Footerda unchalik ham ko'p narsa mavjud emas. Ya'ni footerda birinchi mana bu yerni footer deymiz va mana bu divni yozib qo'yamiz va bo'ldi. Demak, footerda konteyner va qisqacha gap bor. Natijani ko'radigan bo'lsak, mana bizda footerimiz tayyor. Xo'sh, kontakt va home bizda shu. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz bizda home page da bo'ladi. Ya'ni home page ga o'tganimizda kodlarda ham o'tib olamiz, page. Biz request jo'natishimiz kerak bo'ladi. Request jo'natish uchun esa bizga use fetch hookimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hooks papkasida biz use fetch.js yoki jsx deb ham ochsangiz bo'ladi. Hook yasab olamiz. Bu hook bizda React darslarimizda bor. Ya'ni React course files ga o'tadigan bo'lsangiz, mana GitHub'imdagi 43-darsga sakraymiz bu yerdan mana va 43-dars ichida source papkasida hooks bo'limida useFetch bor. Mana shu useFetchni bu yerdan kopiya qilamiz va endi bu yerga olib kelib joylaymiz. Bu bizda backendga so'rov jo'natib, ma'lumot kutish holati yoki xatoliklarni olib kelib beradi. Ancha oson hol usulda. Endi biz buni ishlatish uchun albatta home pagedan foydalanamiz. Demak, home pagega qaytib olaman va bu yerda birinchi navbatda useFetchni import qilaman. Import useFetch from hooks/useFetch. Endi uni bu yerda ishlatamiz. Hozir aytganimdek, useFetch bizga object return qiladi va useFetchni bu yerga yozib, biz API beramiz. API men uchun sizda tayyor mavjud. Mana shu API ni bu yerga joylab qo'ysangiz bo'lgani. Mana bizda API va bizga data keladi, error keladi va is pending, ya'ni kutish holati keladi. Mana shulardan foydalangan holatda biz home ni shakllantiramiz. Keling biz home ga section deb nom beramiz, ya'ni section elementi deb va uni ichida div container ochamiz. Hamma narsani markazda ushlash uchun. Bu o'zi nima deydigan bo'lsangiz, mana chap va o'ng tomondan bizda hamma narsa markazda turadi. Uzoqlashtirsam ham, yaqinlashtirsam ham. Endi biz konteyner deb oldik va birinchi qiladigan ishimiz error kelsa, ya'ni error mavjud bo'lsa, unda biz qilishimiz kerak bo'ladigan narsa h2 elementida aynan mana shu errorni chiqarish kerak bo'ladi. Errorga esa biz class berib qo'yamiz, error nomli. Xuddi shuni bizda ispending varianti bor. Ispending mavjud bo'lsa, unda bu yerda biz loader, ya'ni kutish jarayonini qilamiz va bu yerga loading deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Natijani ko'radigan bo'lsak, refresh qiladigan bo'lsam, e'tibor bering, bu yerda loading va yo'qolib qolyapti. Backenddan ma'lumot kelguncha bizda aynan mana shu loading chiqib turadi. Va endi ma'lumot kelsa, ma'lumot mavjud bo'lsa, biz uni yangi komponentga, ya'ni product list komponentiga uzatib yuboramiz. Product list.jsx. React Functional Component export qilib boshlang'ich kodlarni ochib olaman va bu yerga qaytib, biz endi data mavjud bo'lsa, ya'ni data bizda bo'lsa, unda product list ni ko'rsatishimiz kerak va bu to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilmaydi. Aynan mana shu datadagi ma'lumotlarni oladi. Demak, products deb turib, biz props sifatida datani berib yuboramiz. Agar datani o'zini beradigan bo'lsak, keling datani konsolga chiqarib tushuntirib beraman. Console.log data va konsolga o'tib, sahifani yangilaydigan bo'lsam, mana bizga data keldi. Mana shu obyektimiz bizda dataga teng va uni ichida yana data nomli key bor, obyekt ichida va unda 8 ta ma'lumot bor. Demak, biz to'g'ridan to'g'ri aynan array jo'natish uchun data.data deyishimiz kerak bo'lar ekan. Va u mana product listga o'tdi. Demak,
bizda array product listda bu yerda products deb uni olamiz va console.logda productsni chiqaramiz. Demak, endi refresh qiladigan bo'lsam, bizda product list j6 dan e'tibor bersangiz array kelib chiqmoqda va biz aynan mana shu arrayni endi maplashimizga to'g'ri keladi. Maplashda biz qanday usuldan foydalanamiz? Birinchi navbatda maplashdan oldin shunchaki maplamaymiz. Bizga bu product listda qo'shimcha yana nechta mahsulot sotib olganimiz, uni narxi ham bor. Shuning uchun keling, men bu yerda class card container deyman. Ba'zi hollarda card, ba'zi hollarda card deb ketganman. Buni to'g'ri tushunasiz, ya'ni adashmovchilik bo'lgan va endi biz uni ichida yana div ochib card container header deymiz, ya'ni card containerning bosh qismi va birinchi navbatda biz bu yerda yana bitta klass paragrafga yozamiz card container title va bu yerda product list 2 nuqta yozamiz va undan keyin div ochib div ichida span ochaman va spanga card container price deyman. Bu klasslarning barchasi BAM usulida yozilishga harakat qilingan, shuning uchun ancha chiroyli chiqadi. BAM usulida yozsangiz, demak bizda hozircha 130 so'm bo'lib tursin. Ya'ni bu yerda o'zi dynamic hisoblanadi, ya'ni narx o'zgaruvchan bo'ladi va biz hozircha statik holatini keltiryapmiz. Keyingi darsimizda kontekstni ulayotganimizda biz uni statik holatini bajaramiz. Va bu yerda button yozib btn card container va btn deb bu yerga clear yozuvini yozib qo'yamiz. Ana endi bulardan keyin va ya'ni eng o'sha pastida mana bu divlardan keyin bitta div bo'lishi kerak. Chala qolib ketibdi. Xo'p, card container ichida, mana shu card container ichida biz productsni maplaymiz. Mana buni ichida biz productsni maplaymiz. Product deyman, map har bitta produkt keladi va biz uni olib bu yerda biz ma'lumotlarni chiqarsak ham bo'ladi yoki bo'lmasam yangi komponent ochib bu yerda produkt nomli har bir produkt uchun bittadan bu yerda produkt keladi, produkt va uni konsolga chiqarib turamiz hozircha. Ana endi mana shu komponentimizni, produkt komponentimizni produkt listda import qilib olaman. Produkt mana va uni yopib birinchi navbatda unga key beraman. Keyda bu har bir mahsulotning ID'si bo'ladi. Mana bu har bir mahsulot va shu har bir mahsulotni o'zini berib yuboraman bu yerdan. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, sahifani yangilab, bizda 8 ta produkt yozuvi chiqyapti va mana shu holatni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bizda ma'lumotlar mavjud. Bu hammasi produktdan chiqayotgan narsalar. Endi biz produktga o'tamiz va produktda shu ma'lumotlarimizni ma'noli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda yana biz bu yerga class beramiz, card nomli class name va bu yerda card nomli class beramiz va uni ichida birinchi navbatda rasm bo'ladi va image produktdan kelayotgan bo'ladi, ya'ni product.image product.image va albatta bunda class bo'ladi card image nomli va cardimizga o'sha rasmimizga width berib qo'yamiz, juda ham katta bo'lib ketmasligi uchun. Natijada mana bizda har birida rasmlar paydo bo'ldi. Endi keyingi masala bizda div ochiladi bu yerda. Class beramiz card info degan va uni ichida ana endi biz birinchi qiladigan narsamiz h5 da unga card title nomli class berib, mahsulotimizni title'ini chiqaramiz, ya'ni product.title. Ushbu holatda va bizda mana har bir mahsulotning title'i chiqdi. Undan keyin biz small tag ochib, o'zi bu kichkina tag degani, o'sha kichkina text card price ni chiqaramiz va unga yerga biz price 2 nuqta, misol uchun product.price deb qo'ysak, bizda har bir mahsulotni narxi kelib chiqishni boshlaydi. Tamal bo'lib qopti, small bo'lishi kerak edi bu. Endi to'g'ri bo'ldi va React bizga aytdi, biz uni to'g'riladik. Yaxshi. Narxlar ham bor. Endi keyingi masala bizda aytaylik, mahsulotni qo'shish va ko'paytirish bo'ladi. Birinchi ko'rganingizda mana shu yerda bitta oddiy add degan button bor edi va uni bosganimizda nima mahsulotni ko'proq yoki kamroq sotib olishni belgilovchi ikkita plus minus buttonlar ham chiqqan. Ana shularni chiqarish uchun biz keling bu yerda u mahsulotni sotib olganligimiz yoki sotib olmaganligimizni tasdiqlovchi item in cart degan bitta qiymat ochamiz va buni hozircha false deb turamiz. Va bu qiymat nima uchun yozildi? Buni yo'l-yo'lakay tushunib olasiz hali. Va agar shu item in cartni biz false qiladigan bo'lsak, false ni true qiladigan bo'lsak,
u ishlaydi va bu yerda biz button va button ichida ana endi shopping cart nomli ikonda chaqiramiz va uni oldiga add deb yozib qo'yamiz. Buttonga esa class beramiz btn va cart btn. Natijani ko'radigan bo'lsak, mana har birining oldida add button paydo bo'ldi. Lekin mana bu narsa false bo'lsa, unda nima bo'ladi? Keling, biz buni pastga kopiya qilib tashlaymiz va bu ya'ni true bo'lganda bu endi unda uni false qiladi va add chiqmaydi. Uni o'rniga mana bu chiqishni boshlaydi va biz buni endi biroz o'zgartiramiz. Ya'ni bu yerda biz button emas, endi div ochamiz. Divga card action btns deb yozib qo'yaman. Card action btns va ana endi uning ichida ikkita button bo'ladi. Hop, bu yerda button faqat bundan ikkita va ular orasida bizda spend bo'ladi. Spend vazifasi o'sha amount, ya'ni qiymatni belgilash, nechtaligini, misol uchun bitta va bu ikkala button plus va minus yozuvlarni olish kerak. Biz plus va minusni shunchaki minus hamda plus qilib berib qo'ysak ham bo'ladi, lekin bulardan ko'ra HTML entities, ya'ni aynan shular narsalarni belgisini chiqarib beruvchi kodlardan foydalansak ham bo'ladi. Misol uchun copyright yoki shunga o'xshagan turli xil belgilar bo'ladi. Aytaylik, copyrightni qilmoqchi bo'lsangiz, hozir mana ko'radigan bo'lsangiz, plus va minus chiqdi. Adashmasam button deb turib, button ichida bo'lishi shart emas. Mana shu belgini qo'yamiz va copy deb yozardik yoniga. Copy. Va oxirida nuqta virgul qo'yiladi. Va bu qo'yilsa, e'tibor bering, mana shu S belgisi chiqyapti. Shu kabi belgilarni bizda HTML entities belgilab beradi. Siz buni bemalol ChatGPT yoki Google qilib ko'rishingiz ham mumkin. Va bu yerga ham klass berib qo'yadigan bo'lsam, cart btn amount va xuddi shu klass pastligida ham bo'ladi. Ana, va natijani ko'radigan bo'lsak, tushunarli. Bular yonma-yon bo'lmayotganiga sabab bizda mana bu yerda S qolib ketgani. Hammasi bizda odatdagidek ko'rinishga ega bo'ldi. Agar mana bu narsa bizda false bo'lsa, o'rniga mana bu add buttonlar kelib chiqadi. Bizda esa mana bu button bor va bu buttonning vazifasi o'sha clear qilib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni biz butun boshli buttonlarni tozalab yuboramiz, butun boshli mahsulotlarni tozalab yubora olamiz. Xo'sh, endi bizda deyarli mana shu holatga keltirib oldik. Ana endi keyingi darsimizdan sekin mana shu buttonlarni ishlatish va hokazo shunga o'xshagan ishlarni sizlar bilan birgalikda amalga oshiramiz. Mana shu joygacha ko'rib, bajarib olsangiz xursand bo'lardim va keyingi darsimizda xatolarni yana bir marta ko'rib chiqib, qayerlarda noto'g'ri, qayerlarda va keyingi darsimizda buni davom ettiramiz. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.